Kiravering, eshik ochiq. Assalomu alaykum. Xo'jayin yaxshimisiz? Mumkinmi? Ke. Xo'jayin, siz aytgan hisobotlarni tayyorlab keldim. Xo'p, oylik to'lovlar to'landimi? Deyarli hamma to'ladi. Deyarli nimaga deyarli? Bitta o'quvchidan tashqari, Ma'rufboyevdan tashqari hamma to'ladi, xo'jayin. Ma'rufboyev oldingi oy ham to'lamagan ekan. Oldingi oy ham to'lamagan. Nimaga surishtirdilaringmi uni? To'g'risi bilmadim, xo'jayin. Chaqirlaring mana oldimga. Hozir. Ma'rufboyev, asl ta'limni eng ko'zga ko'ringan o'quvchilardan birisiz. Nega bu oylik to'lov o'z vaqtida to'lamayapsiz? Oilaviy sharoitini bilasiz, odam o'zlari ishlaydi. Hozir odam hammalari yotib qolgan. Shunga dorilarga o'zi zo'rg'a pul yetkazib yuribman. Bundan buyog'iga menimcha qolmasam kerak. Shunaqa degan. Qani yurchi. Ma'rufboyev, shuncha dardim bor ekan, menga aytmaysanmi? Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Ota-onangga yaxshilab qara. Bundan keyin bemalol kelib o'qolmas ekansan-da essiz. Mayli bir puling bo'lsa kelarsan. Bor, kech bo'lganda yurma ko'chada. Uy, sog'lik.